Buxoro amirligida qanday dahshatli jazo usullaridan foydalanilgan? 1820-yilda Buxoroga kelgan Igor Meyendorfning Orenburgdan Buxoroga sayohat asari amirlik hayotiga oid ajoyib faktlarga to'la. Unda shunday yoziladi: Buxoroda katta ta'sirga ega bo'lib, hukumat uchun xavfli xizmatchiga aylanib qolishdan qo'rqib, qozilarni 1,5 yil xizmat qilgandan keyin almashtirish odati yo'q. Poraxo'rlik Buxorodagidek keng tarqalgan mamlakatda jarima solish huquqiga ega bo'lgan qozilar va raislar o'z mansablarini juda daromadli qilish uchun bu huquqdan o'z manfaati uchun foydalanayotganini tushunish qiyin emas. Biz Buxoroda bo'lganimizda kazaklarimizdan biriga aroq sotgani uchun qozi bir yahudiyni qamoqqa tashlab, uning oilasidan 150 tilla undirishni buyurdi. Biroq u oxir-oqibat 60 jallod darrasiga hukm qilindi. Jazo juda qattiq edi, chunki darra urush paytida ishlatiladigan tayoqlar juda og'ir va zarbalar oshqozon hamda orqa tomonga berilar edi. 75 darra urush o'lim jazosiga teng edi. Yana bir og'irroq jazo aybdorning qo'l-oyog'ini bog'lab, chaqishi o't og'riqli bo'lgan pashshalarning o'ziga xos turi bilan to'la xonaga qamab qo'yish edi. Ushbu xonada 3 kun qolgan odam 3-kun oxirga kelib halok bo'lar edi, deyiladi ushbu sayyoh kitobida.